Ulug'bek xazinesi. Birinci kısım, 4. mavzu. Mirza Ulug'bek Ali Quşchini birinchi qavatgacha uzatib qo'yib, ov olchilari bilan bezalgan uyga qaytib kirdi. Bu hashamatlik saroydagi son-sanoqsiz uylar orasida Mirza Ulug'bek mushu keng kushoda uyni bek yoqtiratdi. Salomxonada o'ltirib, charchaganda va hukumat ishlaridan zerikkanda, o ko'pincha shu uyda o'ltirib, dam oladi va o'qish ham tadqiqotdan lazzatlanadi. Uyning to'ridagi shirada kumush leganlarga silingan kabob va nonlar, nozik ham naqshlik piyolalarga qo'yilgan sharoblar o'z beticha turadi. Mirza Ulug'bek kursida o'ltirib, sharobdan bir yutum ichmoqchi bo'lib, piyolani qo'liga oldi. Lekin dal shu chog'da marmar palampaylarda gursildigan oyoq tovushlarini eshitib, piyolani joyiga qo'ydi. Uyga sovuq chiroy saroyban kirib ta'zim qildi. Baba Hüseyin Bahadır. Qani, ayt kirson. Mirza Ulug'bek so'zini tugatib bo'lg'icha eshik oldida tunugun kechki chaparman qilib avatilgan suyumlik nökeri Baba Hüseyin Bahadır ko'rindi. Egiz qaddi qomati kelishgan Hüseyin Bahadır qo'l qurishtirib pagada yukindi. Onun beshidagi ushliq dubug'usi astidan oqqan taram-taram ter tamchilari yuzini yuvib, qop-qora soqol bulutlarga tamchilaydi. Mis saut ichiga yushiringan keng ko'kraklari to'michining ko'rikidek bir ko'tarilib, bir tushib turadi. Mirza Ulug'bekning chiroyi o'ngib o'rnidan turdi. Nemishqa gachidek jim tursan, so'zla. Ulug' shohim, apu qilg'aysiz. Siz qudratli shohimni xushqig'idek xabar keltiramadim. So'zla, varqirvatdi Mirza Ulug'bek. Afsus, kesh qo'ldan ketdi, ulug' shohim. Qal'a do'rg'isi Amir Kamoliddin keshning ochqichini shahzodaga qarshiliqsizla qo'sh qo'llab topshirib beribdi. Amir Arslan qayerda? Amir Arslan o'z lashkarlari bilan davonda turibdi. Mirza Ulug'bek qo'llarini keyniga qilganicha uyni bir aylanib chiqdi. Onun ko'zlari qisilib, burnining tuyushuklari lepildashga boshladi. Jog' paylari bo'rtib chiqqan qaramtul yuzida, qisqasi, bütün kayfiyatida shafqatsizlik alomati paydo bo'ldi. Jimjitlik uzunga suzilib ketgachga saroyban Hüseyin Bahadirni asta noqib qo'ydi. Hüseyin Bahadir tamaqini qilib, Hazreti Aliylarining farmoniga tayyorman dedi. Mirza Ulug'bek beshini ko'tarib, uyqusizlikdan qizargan ko'zlarini nökeriga tikdi. Biroq nökerini ko'rmadi. Chunki onun xiyoli boshqa yerda edi. Nima deding, ha? Tong sahar bilan qo'shin tortib yo'lga chiqamiz. At uloqlar hozirlansin. Emir fermanları vaciptir, ulug' shohim. Va lekin bir iltimosim bor. So'zla. İltimosim shuki, chirik yig'saq. Chirik? Fuqarolar sizga sodiqdir, rahmatli shohim. İcazet bersiniz. 5-10 ming chirik yig'atdik. Mirza Ulug'bek soqolini silab uzoq o'ltirdi. Ondan asta bosh chayqab, "Yo'q", dedi. Lashkar tankilanmagan yerda chirik nima qila oladi? Berib demag'in, Baba Hüseyin. Saroyban bilan Baba Hüseyin Bahadir keynicha minib chiqib ketishdi. Mirza Ulug'bek sharob to'ldirilgan piyolani qo'liga olib, sharobni bir o'tlishida ichib etdi. Hayhat, uning oxirgi umidimi amalga oshmadi. U Shahzoda Abdullatovning zo'r qo'shin bilan Jayhundan o'tib,
kechki yiqilib kelayotganligini bilgan bo'lsa-mu, bu mustahkam qal'aning uning changaliga urush to'qinishsizla kirib ketishini tasavvur qilolmagan edi. O Emir Kamoliddinga ishonadi. Uning qal'a ochqichini shahzodaga qarshiliksizla topshirib berishini xiyoliga keltirib boqmagan edi. Chunki uni o'zining eng sodiq kishilaridan biri deb hisoblaydi. Bas, Emir Kamoliddin chig'ida sotqinlik qilgan bo'lsa, endilikda kimga ishonish, kimga tayinish kerak? O ixtiyorsiz holda buvisining bir gapini esiga oldi. Emir Temur Hirotdagi Bog'i Jahonda Shohruh Mirza bilan paranglashib o'tirib, o'g'lining ma'lum bir amirning sadoqatdagi to'g'risida qilgan gapiga achchiq kulib, bu amirlarga ishonmagin o'g'lim. Ularni sodiq bo'lsin desang, qilichingni qo'lingda mahkam tut degan edi. Darhaqiqat, mana o Mavara Ünnayirga sal kam 40 yil shoh bo'lib hokimiyat yurgizdi. Muruvvatlik, xalqparvar shoh bo'lishga tirishdi. Bütün kuchi va iqtidorini mamlakat xalqining tinchligi uchun sarf qildi. Ammo bugun beshiga kun tushganda na bir yo'lanchiki, na bir sirdishi bo'lsin. Taqdir uningga shundoq kajlik qildiki, o urush mojirodan zodila qutulolmadi. Ya el qisosu minel haq. Buvisi Emir Temurning qonliq qirg'inlari uchun taqdir uningdan qisos ilyotgandi. Ya shafqatsiz Xorason yurishida uning irodasiga xilof holda to'kilgan qonlar uchun Haq Taolo uni o'z mehri shafqatidan mahrum qildimi? O shu xiyollar bilan otasi Shohruh Mirza vafotidan keyin Hirotga borganida yuz bergan bir voqeani esiga elib, bütün a'zoyi badani titrab ketdi. Juma kuni edi. Mirza Ulug'bekning Hirotga kelganligi munosabati bilan barliq din peshvolari, harbiy amaldorlar va davlat arboblari Juma masjidga yig'ilgan edi. Mirza Ulug'bek Hirotning amaldor boylari hamrohligida Shohruh madrasadan chiqib, Qalandar xonaqosidan o'tib ketayotganda, chas soqollari o'sib ketgan majnun sifat bir darvish paydo bo'ldi-da, xuddi zikr qilayotgandek g'alit harakatlarni qilib, nursiz ko'zlarini chakchaytganicha uning yo'lini to'sdi. Oldida ketayotgan otliq darvish tarafga ot choptirib kelib, uni yo'ldan qovlab o'tishga urindi. Lekin Mirza Ulug'bek ishorat bilan ularni qaytirib, darvishning arzini anglab boqmoqchi bo'lganligini bildirdi. Shuning bilan Telvi darvish jul-jul bo'lib ketgan jandisiga esilgan kichik qo'ng'iroqlarini jaranglatib, g'alati qiliqlarni qilganicha Mirza Ulug'bekning oldiga keldi. O qovuzlarini ko'pirib, "Ya Allah do'st, ya Allah, haq do'st, ya Allah" deb zikr qilatdi. Va zikr orasida qandoqdir bir nimalarni deydi. Darvish g'ulunishib gap qilg'achqa, Mirza Ulug'bek uning gaplarini aranla tushunatdi. Telvi divona Mirza Ulug'bekning sarkarlarining Hirot atrofidagi qishloqlarni emas, hatto yo'qsullar va divonilarning xonaqolarini talon-taroj qilganligidan shikoyat qilatdi. Hamda bu qilmishlari uchun bütün Temurilar avlodi Allohning g'azabiga uchraydiganligidan bishorat beradi. Mirza Ulug'bek o'zini ancha parvo qilmaganga selib tez yurib ketdi. Lekin shuningdan buyon Telvi darvishning mudhish bishorati uning esidan chiqmaydi. Mana hozirmi shu manzara uning ko'z oldiga kelib, tini shurkinib ketdi. Durust, bu ofatlik Xorason yurishi uning beshiga ko'p savdolarni soldi.
Başta onu bu yürüşke dəvət qılğan əmirlər bolsa, qəlbisiz yürüşdən keyin onundan yüz örüp, tırnaqdan kir izlemekçi boluşqan idi. Lekin nəçarə? Atası Şahruh Mirza vafatıdan keyin mərhumның yatqan joyi jannat bolğay, validəyi Mihribani Gühərşad begimning nabab qilmishlari tüpeylidin Hirat sarayida bölgünçilik əvic elib, tengdoshsiz saltanat xavf ostida qoldi. Mirza Ulug'bek ko'zini yumib, beshini asta chayqadi. U onasiga nisbatan o'z qalbida illiq bir tuyg'u uyg'otishga urindi. Lekin ko'z oldida egiz bo'yliq, ko'k yipakdan ko'ylak kiygan, qo'lidan tasvir tushirmaydigan hakavur bir xotin paydo bo'ldi. U qosh ko'zlari qop-qora, burni sal ilmek, chiroyli bir ayol bo'lsa-mu, mehri sovuq edi. Bobisi Amir Temur Ko'ragani shahodat sharobini ichgandan buyon Gühərşad begim bu kiyimni, ya'ni ko'k ipak ko'ngligi bilan ko'k ro'molini tashlamay, xuddi baxt egisi Amir Temurga toki o'lgicha motam tutadigan va bunun bilan bu dunyo ishlaridan qo'l uzib, o dunyoning g'amini yeyotgandek qilatdi. Hayhat. Amir Temur Allah rahmetiga yo'l elib, Xorason taxtiga Shahruh Mirza o'ltirishi bilanla Gühərşad begim toj taxtini o'z qo'liga oldi. Saroyni jahil unsurlar va Xaqani Saidni ko'rolmaydigan qora niyatchilar bilan to'ldirib etdi. Neticede Hiratni fitne fasatçılar oğusuga aylandırdı. Shahruh Mirzani azdırıp, Saidlarni qatl qildırgan, Şahzadalar arasıga adavat sağan, suyumlik nevrisi Alavuddavla bilan Abdullatifni düşmanlaştırıp, qirg'inchilik paydo qilganmi, ana shu mehribon ana Gühərşad begim bo'ldi. O bu fitnaxo'rlik, qonxo'rlikdan hech natija chiqarolmay, o'z o'g'li Mirza Ulug'bekka buzuq shoh degan batnomni choplab, Shahzoda Abdullatifni uning bilan dushmanlashtirdi. Shahzoda bo'lsa, So'pi darvishlar jamoasining oqsoqoli Shayx Nizomiddin Xomushga o'xshash din peshvolarining domiga tushib qolgan edi. Xurofot patqiqiga petib qolgan johil ulamolar. İlgari Mirza Ulug'bekning taxti mustahkam chog'larda ular noiloj tishlarini tishlab bo'lsa-mu chidab yurgan edi. Biroq Mirza Ulug'bek Xorason yurishidan g'albisiz qaytishi bilanla ular quturashga boshladi. Mirza Ulug'bek ishongan lashkar boshliqlari, ya'ni yuksak martaba, shon-u shavkat va zibu zinnatga o'zini urib turadigan bu amir sarkardalar bo'lsa, faqat taxt sohibi qudratli chog'dala qo'l qovushtirib turdi. Hokimiyat sal tavrinsila, ular darhol yuz o'riydi. Qisqasi, kimning qilichi o'tkir bo'lsa, ular shuning uchun xizmat qiladi. Xorason yurishidan ko'plagan boyliq, yuqori martaba va shon shuhrat ta'ma qilgan sarkardalarning hamma umidlari amalga oshmagan edi. Nachora, bu jafoliq yurish natijasiz bo'lgan edi. Keyincha Mirza Ulug'bek o'z o'g'li Abdullatifga qarshi qo'shin tortib, Ceyhun bo'ydiriga otlanganda, Samarqandda qolgan Shahzoda Abdulaziz nurg'unlagan askarliklarni qilib, bir muncha nupuzliq amirlarni uningga qarshilashtirib qo'ydi. Urushdan zarlangan fuqarolarmi uningdan suvadi. Oqibat mana 40 yillik emgiki xavf ostida turibdi. Mirza Ulug'bek bu xiyollardan beshi gangirab peshonasini silidi va yana bir piyola sharob ichdi. Lekin u o'z qaynimiga tortayotgan shovqinli xiyol girdobidan chiqolmadi. U shogirdi Ali Qushchining haqli ekanligini chin ko'nglidan his qiladi va uning boyagi gaplari yodiga kelib, yuragi o'rtanadi.
Aqibet onun şuncha xizmetleri, ilim-ma'rifat yo'lida tartqan jafoları, sarf qilgan boyliqlari, fuqarolar uchun soldirgan muncha hammomlari, choptirgan o'stanlari, qisqasi, bularning hammasi e'tiborga ilinmasmi? Kelgusi avlodlar uni boshqa shoh va taxt egalaridan farqlantirmasmi? Ali Qushchi Mirza Ulug'bek agar hokimiyat talashmasdan toj taxtini shahzodalarga tashlab berib, ilm ma'rifat yo'liga mansila, shahzodalar uni o'z ixtiyoriga qo'yib berdi. Shu chog'da u o'zi yaxshi ko'rgan ishi bilan shug'ullanaverdi. Ular yana rasadxona va madrasalarning darvozalarini ochib berdi deb o'ylaydi. Hayhat! Agar fani olamning ishlari Ali Qushchi o'ylagandek oson bo'lsa, Mirza Ulug'bek bu vafosiz hokimiyatdan allaqachon voz kechib, o'zining borlig'ini suyimlik ishiga bag'ishlamasmidi? Beshidagi toj va ostidagi taxtining ilm ma'rifat uchun lozim ekanligini demasa, bu surlik saroydan, hisobsiz gunohlar bilan to'lgan bu haramdan, shon shuhrat va mansab ishqida har qanday razilliklarni qilishdan yaltaymaydigan bu amir sarkardalardan, saroyvanlardan, xurofot va taassub patqiga patqan din peshvolardan voz kechib, suyimlik toliblari orasiga va ma'rifat dargohiga ketmasmidi? Bu yirginishlik toj taxtning, bu hokimiyatning insonlar ustidan hokimlik qilish istiki shundoq kuchli bo'ladi-ki, Mirza Ulug'bekning pok niyatli ekanligiga kim ishina? Kimmi uning samimiyatiga, hokimiyatdan o'z ixtiyori bilan voz kechganligiga ishonib, uni tinch qo'ya? Agar uningga ishonsa, ishinib, uning ilm ma'rifat bilan xotirjam shug'ullanishiga imkon bersa, u hozirmi bu vafosiz hokimiyat va toj taxtdan uzul kesil voz kechadi-g'o. Yuragini lazziga solgan bu tashvishli o'ylar, alamli qalbidagi bu bo'ron har qancha dahshatli bo'lsa-mu, u kechini horg'inlik va uyqusizlik bilan o'tkazib, o'z ishini qildi. U beshini o'rindiqning yulanchiga qo'yish bilanla ko'zlari yumilishga boshladi. Lekin uning kallasida yana shu xiyollar kechdi. Mubodo shahzoda uning talabiga hurmat qilsa, u o'z ixtiyori bilan hokimiyatdan voz kechib, borliqini ilm ma'rifatga bag'ishlashni ko'ngliga pukib qo'ydi. Lekin tong sahar bilan saroyga yig'ilgan sarkardalar uni uyg'otganda, u kechasi ko'ngliga pukib qo'ygan ahdi paymonini xiyoliga keltirmayla, oltin kemarini beliga ching bog'lab, buvisi Amir Temur taqdim qilgan oltin dastalik po'lat shamshirini esib, shiddatli jangga otlandi. Mirza Ulug'bekning o'z irodasidanmi qudratlikdek bir kuch uni taxt va saltanat uchun kurash qilishga da'vat qildi. Mirza Ulug'bek bu kuchga bo'ysundi. Qadrli kitob anglash tubidagi tingsharmanlar, Ulug'bek xazinasining bugun mushakicha anlatimiz, atiki anlatishimizni ko'rishayli.